Tracker avtomobilga zapas pult programma qilmoqchimiz. Hozir buni programma jarayoni ketyapti. Gazi borligi uchun gazni uzib turish kerak bo'lyapti. Gaz uzilgandan keyin protsedura boshlanadi. 10 minut ketyapti. Отчет. Kaltimiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Hamma uzilgan narsani joy-joyiga qo'yamiz. Bitta kalit programmaga shuncha narsa uzib tekshirib ko'ring. Nimadir ochish shekilli. Eski uchi ham ishladimi? Kamlikka tegmadingiz-a? Yo'q. Ana ochdim-da, qaradim-da, o'zini qilib ko'rdim. Bo'lmasa uzaman deb otdim, yo'q, yaxshi. O'xshadi. Gazlarni uzib turdim, lekin gaz joyiga qo'ydim keyin qaytarib.